Xotira muqaddas, qadrlash savobdir. Osoyishta va tinch hayot uchun kurashganlar yurtning Bu kun insoniyat tarixidagi eng dahshatli davrlardan biri bo'lgan jahon urushida halok bo'lgan millionlab insonlar xotirasini yod etish, tirik faxriylarimizga esa cheksiz minnatdorchilik bildirish kunidir. Barchangizdan bir bor xotira va qadrlash kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Boshimiz sog' bo'lsinlar, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz omon bo'lsin. Xush kelibsizlar. Xonadon faqat tashqi mahkumlar nomidan hammadan muborakbod etaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Hur O'zbekiston aziz. Armon nima ey do'stim, alam bilan o'tmoqdir. O'lim nima ey do'stim, kelmas bo'lib ketmoqdir. Sog'inch nima ayt sog'inch, kutib qolgan ko'z. Barchangizga yana bir bor 9 may va qadrlash kuni muborak bo'lsin deb qolamiz. Ko'z yosh